Bir lahzalik yutuq ilinjida boshlangan tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlari ko'pincha umrbod pushaymonlikka olib keladi. Denov tumanida ham ana shunday tavakkalchilikka asoslangan noqonuniy o'yinga chek qo'yildi. Muxbirimiz tafsilotlarga to'xtaladi. Tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlari aksariyat hollarda insonning moliyaviy ahvoli, oilaviy tinchligi va jamiyatdagi obro'siga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oson daromad orttirish istagi ortidan qilingan noqonuniy xatti-harakatlar esa oxir-oqibat qonun oldida javobgarlikka olib keladi. Shu bois mamlakatimizda qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish hamda ularga sharoit yaratish bilan bog'liq huquqbuzarliklarga qarshi keskin choralar ko'rilmoqda. Ana shunday tezkor tadbirlardan biri Denov tumanida amalga oshirildi. Joriy yilning 14-iyul kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda Denov tumani ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlarini noqonuniy tashkil etib kelgan uyushgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir jarayonida 1986-yilda Denov tumanida tug'ilgan gumondor o'z yashash xonadonida o'ziga avvaldan tanish bo'lgan bir guruh fuqarolarga tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlarini tashkil etib, ularning o'yin o'ynashi uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib berganligi aniqlandi. Tezkor tadbir davomida gumondordan jami 71 million 152 ming so'm naqd pul mablag'i, 1300 AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida olindi. Shundan so'ng gumondorning yashash xonadonida o'tkazilgan qo'shimcha ko'zdan kechirish ishlari davomida bir dona tir miltig'i, unga tegishli o'q-dorilar hamda qo'shimcha ravishda 218 quti o'yin qartalari mavjudligi aniqlandi. Mazkur ashyolar kelgusida huquqiy baho berish va tegishli ekspertizalar o'tkazish maqsadida xolislar ishtirokida belgilangan tartibda hujjatlashtirib olib qo'yildi. Hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan tegishli moddalar asosida tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tergov davomida barcha holatlarga huquqiy baho berilib, aybdor shaxslarning xatti-harakatlariga qonunchilik talablaridan kelib chiqqan holda chora ko'riladi.